Samarqandda avtomashina yo'l chetida ketayotgan piyodani urib, qochib ketdi. Holat Samarqand tumani Rajab Amin mahallasida sodir bo'lgani aytilmoqda. Yo'l chetida yurib borayotgan qizni urib qochgan avtomashina haliyam topilmayotgani, unga hech kim yordam bermayotgani haqida jabrlanuvchining onasi murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum. Hurmatli ular Bokumbo. Kecha qizcham mashinaxonadan chiqishga 18:45 ga kelayotganiga mashina Cobalt urib qochgani yo'q, strashni urgan. Hech kim yordam bermayapti, qo'ymayapti, mahalla raisi yordam bermayapti. Sharoitim og'ir. O'zim beva bo'lsam, hech kim qaramayapti. Havosiga yetib taylaga hech kim qaramayapti. Hech kim so'rab surishtirgan emas. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Mashinani topishga yordam beringlar. Kechadan birini topa olmayapman. Hech kim qaramayapti. Uzr, iltimos. Viloyat hokimi yordam bering. Uzr.